mahrni puli ona suti qana halol bo'lsa shunaqa halol deb turib, bu o'sha halol bo'lganligi uchun har qanaqa bemorlikka shifo bo'ladi deb shu yerda aytadilarki, bir odam bemor, tuzalmayapti, tabibga bordi, doktorga bordi, zamonaviysini ham eskisini ham qildi, foydasi bo'lmayapti. Juma kuni jumagacha yoqqan yomg'irni suvini bir toza idishga olib qo'ysin. Jumadan oldin yoqqan yomg'irni suvini bir toza idishga olib qo'ysin. Va bir ratil, yarim kilo asalni pulini, toza asalni pulini xotiniga mahr deb bersin. Masalan, toza asal 200 ming bo'lsa deylik, kilosi 100 ming pulni bersin xotiniga, bu mahr deb bergan bo'lsa ham. Olgandan keyin xotini, endi shu pulni menga qarz berib turgin. Men asal sotib olaman. Qaytarib olib ayolidan hali pulni. Yarim kilo toza asal sotib olsin. Va hali jumadan oldin olib qo'yilgan yomg'irni suviga aralashtirib, och qoringa niyat, shifo niyati bilan o'sha suv asal tugaguncha iste'mol qilsin. Har kun och qoringa, nahor. Shifo niyati bilan. Shunda inshaalloh har qanaqa dardga shifo bo'lmasdan qolmaydi. Chunki Alloh hani'an mari'a dedi. Hani'an mari'a bo'lgan narsa shifo bo'lmasdan qolmaydi. Bir tajribada sinalgan degan ekan. Hazrat Alining gaplari bu. Tafsirot Ahmadiyada bu. Qarang. Har qanaqa dardga mahr shu darajada mo'tabar Allohning nazdida. Shuning uchun Alloh taolo mahrni nima? Chin ko'ngildan chiqarib bering. Ya'ni bu mahrga beparvolik qilmang, deyapti-da. Demak, erda zimmasida ayolini birinchi haqqi nima bo'ldi? Mahr bo'ldi. Endi agar mahrni kelishgan bo'lsa, kelishilganini beradi, kelishmagan bo'lsa, urfdagi hozirgi kunda nech pul mahr berilayotgan bo'lsa, o'sha urfdagi mahrni beradi. Ba'zilar masalan 10 yil, 15 yil oldin uylangan, esida yo'q, nech pul mahr qo'yilgan. Nima qilamiz desa, hozir urfda nech pul bo'lsa, shuni berasiz, ortiq kamiga rozi bo'ldik deyasiz. Ba'zilar aytadi, men shuncha tilla olib berdim, libos olib berdim, mahrga o'tmaydi. Mahrdan demasangiz o'tmaydi. Xo'p, o'sha tilloni beryapti, mahrdan deng, soqit. Mahrdan demasangiz, u 1 kilo tilla olib bersangiz ham, u mahrning o'rniga o'tmaydi. Qachon mahrdan deb bersangiz, keyin soqit bo'ladi.